Azizlar, biz doira jamoasi yosh dizayner Ozodaxon Muzaffarxonova bilan uchrashdik. Endi biz bugun yoshlarga berilayotgan ko'p imkoniyatlardan, ko'p foydalanayotgan yoshlarni tanishtirishda davom etamiz. Ozodaxon bizning yosh dizaynerlarimizdan. Ozodaxon, mana juda chiroyli sizni xonangizda turibmiz. Bu sizni o'quv xonangiz. O'quv markazimizdagi o'zimizning dizaynerlik faoliyatimizni olib boradigan xona. Bu xonada asosan yosh dizaynerlikka qiziquvchi yosh qizlarga dars beramiz. Qiz va ayollar uchun asosan 3 ta toifadagi ayollarimiz bor, ya'ni yosh qiziquvchi, undan tashqari shu sohani mutaxassisiga aylanmoqchi bo'lgan yoshlarga institutga tayyorlaymiz. Undan tashqari tikuvchilarga ham bilimlar berib, o'zlarini ishlarida mutaxassis bo'lishlariga yordam beramiz. Ozodaxon, bilasizmi, o'zim mana shu televideniya sohasida ishlaganim uchun baribir chiroyli liboslar kiyishga harakat qilaman. Qanaqadir uyg'unlik bo'lishga harakat qilaman, lekin bugun shuni ko'ryapmanki, yoshlar juda ham ilg'or, aynan yurtboshimiz yoshlarga berayotgan imkoniyatlardan foydalanayotgan yosh sifatida qanday imkoniyatlardan foydalanamiz? Hozirgi kunda yosh tadbirkor sifatida yurtboshimiz tomonidan juda ham ko'p imkoniyatlar ko'p. Ba'zi bir soliqlardan ozod qilinganmiz, yosh hunarmandga a'zo bo'lganmiz. Undan tashqari ko'rgazmalarga, chet ellik mutaxassislarga bemalol ishlarimizni ko'rsata olamiz. Aynan shu soha bo'yicha ham yaxshigina daromad qila olamiz, aynan yurtboshimiz tomonidan. Qoyil. Ozoda, mana o'zingiz juda ham yoshsizda, lekin mana hozir shogirdlaringizni ishlarini ko'rsatdingiz. Shu hozir mana shogirdlar hammasi grant asosida o'qishga kirganmiz. Hozirgi kunda hattoki shunaqa natijaga erishyapmiz. Ketma-ket 2 yildan beri ham onlayn, ham offlayn o'quvchilarimiz davlat institutlariga, Kamoliddin Devzod tekstil institutlariga bemalol o'zlarining kuchlari bilan kirishyapti. Aynan bu ilingan rasmlar grant asosida kirgan o'quvchilarimizning ishlari. Ayniqsa bilasizmi, hozir so'nggi paytlarda milliylik va Yevropa uyg'unlashgan liboslar juda ham urfda bo'lyapti. Mana bugun o'zim ham shu aksessuardan foydalanib, dizayner sifatida meni obrazimga bir nima deya olasiz? Hozirgi kun bahor sezilyapti menga ruhi. Do'ppalaringiz bilan uyg'unlashgan ranglar juda ham klassika uchun yaxshi tanlangan rang. Keling, hozir menga bitta master-klass o'rgatasiz. Qani, mendan dizayner chiqadimi yo'qmi? Ikkalamiz hozir mana shu yerda aynan bahor mavsumi uchun chiroyli libos rasmini chizamiz. Bu nima deyiladi sizning tilingizda? Aynan eskiz yaratish. Eskiz yaratamiz. Ozoda hozir so'nggi urfdagi yoki bo'lmasa mana boshlovchiga qanaqa libosda, keyingi filmda qanaqa libosda chiqishi mumkin? O'zlari hozir eskiz chizib beradilar. Qani, marhamat. Demak, hozir nima chizdik shunda? Xo'p, ustingizda pancho bo'ladi. Bu nisbatan boksir qismingizni yopib turib, nisbatan klassikaga xos bo'ladi va oldi qismida asimetriya bor. Ya'ni bu hozirgi kunda asimetriya juda ham trendda va bantik elementini qo'shdik. Bu narsani milliylik qiladigan bo'lsak ham bo'ladi. Ana endi mana ko'rsatamiz. Yoqimli bahorga. Lekin biz ranglar bilan bo'yamadik, ulgurmadik ranglar bilan bo'yashga. Mana Ozodaxonni menga taqdim etgan liboslari, demak, keyingi dasturlarimizda xuddi shunaqa klassik uslubdagi kostyum shimlarda ko'rishingiz mumkin. O'zim esa hamisha ko'rib turganingizdek detallarga boy, aksessuarlarga boy bo'lgan kostyum va yubkani chizib ko'rdim. Menga yoqdi, to'g'risi. Maza qildim. Bugungi suhbat uchun, bugungi ma'lumotlar uchun rahmat deyman. Biz Ozoda bilan studiyalardan chiqib, ayollar kiyim do'koniga yetib keldik. Ozoda bizga bu bahor, yoz fasllarida qanaqa liboslar urfga kirgani haqida birozgina gapirib bermoqchilar va liboslarda ko'rsatib berish uchun ham do'konni tanladik. Eng so'nggi urfdagi liboslar, qanaqa rang urfga kirdi? Bugungi kunda Pantone kompaniyasi tomonidan aynan oq rangi trend rangi hisoblandi. Bu rang ham och, ham to'q ranglar bilan bemalol uyg'unlashadi. Bu ko'rib turgan libosimiz aynan ishbilarmon ayollar uchun yaratilgan va harakat uchun qulay kiyim hisoblanadi. Bu oq rangi bemalol siz yubka, shimlar bilan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Va undan tashqari bu yilgi trend yana bitta krujeva matolar juda ham urfga aylandi. Valanli krujevali matolarni ko'p moda
uylarini aynan kolleksiyalarda uchratishimiz mumkin podiumlarda. Juda ham chiroyli. Keyingisi bu sport uslubini yoqtiradigan ayollar uchun sport va klassika uyg'unlashtirilgan, ya'ni mix qilingan uslub ham juda ham hozirda urfga aylandi. Va undan tashqari dizaynerlarning yana bitta yengilliklar aynan Bu yil ayniqsa urfga kirdi rostdan. O'zim ham juda ham ko'p kuzatdim. Ko'rib turganimiz qalin matoni yupqa matoga print qilishgan. Bu narsa ham yengillik hisoblanadi. O'zi inson modani qachon yaratadi? Moda deb nimani biladi? O'ziga qulay, maza qilib kiyadigan liboslarni moda deyishimiz mumkin. Moda, trend orqasidan borish mumkin, lekin eng muhimi odam o'ziga yarashadigan libosni topish kerak. Ya'ni o'ziga, qomatiga, tana rangiga mos libos aynan uning uchun trend, moda desam bo'ladi. Shunaqa gaplar azizlar, Ozoda yosh bo'lishiga qaramasdan bugungi kunda o'sha dizaynerlik ilmini, bilimini olyapti va buni yoshlarga ham taqdim qilyapti. Ma'lumotlar uchun rahmat Ozoda. To'g'risi siz bilan uchrashib, gaplashib maza qildik. Biz endi navbatdagi lokatsiyaga yetib borishimiz kerak. Doiradan uzoqlashmang, eng zo'rlari hali oldinda.